Assalomu alaykum, Ortiqjon Jo'rayev kanalining a'zolari. Videolarimizni bitta ham qoldirmay ko'radigan muxlislari, sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, videoni balandida telefon raqamlarimiz bor, Telegram ishlab o'tiribdi. Texnika agregatlaringizni Telegramga tashlaysiz, biz bu yog'ini bomba qilib chiqaramiz. Sizdan arzimagan like, kanalimizga yangi bo'lgan obunachilar podpiska bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib, o'zingizga kerakli texnikalarni обязательно kommentariyaga yozib qo'ying. Biz ko'p gapirib o'tirmay, eng zo'r texnikalarimizni bugungi sonidagini boshlab beramiz. Qanaqani ketdik bugungi sonimizda yangisi deb o'sha yangisini kutib o'tirgan boyvachcha traktorchilarimiz uchun Belarus 80.1 da polni boyovoyi, polni hamma joyi o'ziniki zavodskoy bo'ladi. Gaplashamiz ancha-anchasiga deb Andijon viloyati Jalaquduq sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan Belaruschani agoni bo'ladi. 2008-yilda ishlab chiqarilgan polni hamma joyi sostenasi yangida holatdagi Belarusimiz. Eng qizig'i даже variantga ham beramiz Andijonga deyilgan. Variantga so'ragan obunachilarimiz juda ham ko'p edi. Mana sizlarga polni ideal holatdagi Belarusimiz. Motor korobka hamma joyi zver, hamma joyi o'ziniki zavodskoy. Motorcha даже antifrizda umuman biror joyda xarajat yo'q, hamma joyi ishlab o'tiribdi, vomlar ishlaydi. Yarim kaltga zavodit qilib olib ketsangiz bo'ladi. Polni hamma joyi dahshat, xuddi salondan kelganda hamma joyiga 100% javob, даже balonlarigacha yangi dokumentlari joyida deganlar. Narxchasi $11,000 aytiladigan narxi real olaman deydi. Kelsa ko'rsa kami bor kelishamiz deyilgan. Yesicha Kia Bonga bo'lsa barter qilamiz. Andijon bo'ylab yaxshiroq odam chiqib qolsa, даже variantga ham berishimiz mumkin deganlar. Tortinmay telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni Andijon viloyati Jalaquduqdan oling. Ana endi bomba deb nastreyni bomba deymiz, texnikachalarni eng zo'rini, ya'ni yangisini agregatlari bilan birga qidirib yurgan akalarimiz uchun qani ketdik Qashqadaryo G'uzor sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan Eltizo olmishimiz komplekt xohlasa Adilni ham sotiladi. Eltizo olmishni ko'pchilik so'ragan edi. Bunaqa narxda, bunaqa sostenada hali Eltizo olmish bo'lmasa kerak. Qani ketdik Qashqadaryo sizlar uchun. 2007-yilda ishlab chiqarilgan Eltizo 60 sostenasi zo'r. Motor korobka hamma joyi boyovoy. Motor bir marta rimon bo'lgan, qolgan joyga qo'l tegirilmagan, hamma joyi radnoy holatida deyaptilar. Stator akkumulyatorlar bor, elektronik ishlar qilingan, dokumentlari joyida, umuman biror joyda xarajat yo'q. Oldi o'zi prostoy hozircha peredok qilingan, o'zini zavodskoy o'sha viduchisi bor, ozroq ishi bor, xohlasa uni ham qo'shib berishimiz mumkin deganlar. Aytib o'tganimizdek Z511 press apparati bor ekan, 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Bu ham hamma joyi ideal, bu ham hamma joyi bir qo'l ishlagan, sezonga polni boyovoy, polni tayyor holatda deyaptilar. Ikkovini komplekt narxiga kelsak 120 million narx qo'yilgan, bu o'zi juda ham arzon narxda bo'lyapti. Xohlasa Adelni, xohlasa komplekt ham kelishaveramiz, farqi yo'q deganlar. Tortinmay telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni Qashqadaryo G'uzordan olishingiz mumkin. Ana endi xohlagan joyimga ketaveraman, xohlagan joyimga yashayveraman deganlar, xohlasam boqqa, xohlasam toqqa, xohlasam qirdash adirga yashayman, maza qilib kayfimni aytaman degan akalarimiz uchun Qashqadaryo viloyati Mirishkordan mana shu yerda ko'rib o'tirgan zavodskoy vagonchamiz bo'ladi. Sostenasi zo'r, sostenasi xuddi ko'rib turganingizdek. Tomlardan suv o'tmaydi, hamma joyi polni boyovoy, polni ideal hamma sharoiti bor deyaptilar. Balonlari ham hammasi joyida. Olaman deyikoni bo'lsa hammasini qo'yib joy-joyiga taxlab beramiz, xohlagan joyga tortib ketishi mumkin deganlar. Yana telefon qilsangizlar to'liq ma'lumotlar telefonda narxchasi 20 million narx qo'yilgan, bu juda ham arzon narxda. Real olaman deyikoniga konkretni kami bor, pul zarur, srochni sotilibdi deylar, tortinmay telefon qiling. Ana endi Buxoro viloyati peshku bormisizlar, sizlar uchun 3 kalli so'lik mayda kabina Belarusimizda polni boyovoyi, polni garantiyaligi bo'ladi. Garantiyaligidan zo'ridan ishonchlidan qidirib yurgan akalarimiz uchun akamiz 100%, garantiya 100% javob deyaptilar. Traktorchamizda ma'lumotlariga kelsak, motorcha, qara motor, yangi bosganmiz apparatlarigacha даже o'ziniki podsosni apparatlarda deyaptilar. Zadnimoz korobkalarni o'zim uchun noldan ko'rib chiqqanman. 100% javob, 100% yangi Belarusda ichi ham buni kelmaydi. Umuman shum yo'q, motorda mo'y rasxodi yo'q deganlar. Rollari, gidravlika, stator akkumulyatorlar bor, elektronik ishlar. Polni qilingan balon holatlarini ham ko'rib o'tiribsiz. Zo'r sostenada vomlar ishlaydi, dokumentlari bor, короче 100%. Garantiya umuman biror joyda xarajati yo'q deyilgan. Bu traktorchamiz hozirda narxi 60 million deyaptilar. O'zi bu juda ham arzon narxda deganlar. Real olaman deykonlari bo'lsa, kami bor, pul zarurligi uchun srochni sotaman deylar. Tortinmay telefon qiling, mana sizlarga garantiyalik 3 kalli so'lik Belarus MTZ traktori.
Ana endi yana bitta uchkali so'li katta kabina Belarusimiz bor. Juda ham arzon narxda bo'ladi. Buxoro viloyati Peshku. Yana sizlar uchun o'sha Belarusimiz uchkali so'ligimiz MT-80 X'imiz. Buni ham motorlari qara motor, biror joyda kamchiligi yo'q. Yangi bosganmiz ham buni ham deyaptilar. Zadmos korobkalar ham ular umuman biror joyda kamchiligi yo'q. Bu ham polni boyovoy, bu ham polni ideal holatda. Rullari gidravlika, stator akkumulyator bor, elektronik ishlar qilingan, balonlari ham yaxshi. Shunaqa zo'r, shunaqa arzonidan qidirib yurgan bo'lsangiz, akamizning nomerlarini pastda qoldiramiz. Narxini ham o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni ham telefonda olishingiz mumkin. Tortinmay telefon qiling. Buxoro viloyati Peshkuga qolgan ma'lumotlarni o'chirdan olishingiz mumkin. Ana endi yana bitta eng arzon narxdagi TT80imiz bo'ladi. Juda ham arzon narxda agregatlari bilan TT80 ni ham o'sha birinchi vebskalari polni garantiyaligi, polni javob deyaptilar. Bu traktorimizga ham hamma joyga garantiyasi bilan berilgan ekan. Samarqand viloyati Narpay sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan Belaruschamizni zo'ri. 2001-yil ishlab chiqarilgan, dokumentlari sariq nomerda, texpasportlari hammasi boyovoy, даже sug'urtalarigacha qilib qo'yamiz. Dokument umuman muammo yo'q deyaptilar. Motorcha qara motor, yangi zver bosilgan, biror joyda xarajat yo'q. Zadmos korobkalar ham, udar, stator akkumulyatorlar bor, elektronika ishlar qilingan, polni ballonchalari ham pashti yangi 4 tavi ham kamida 80-90% deyaptilar. Hamma joy ishga tayyor, hamma joyi zver sostenada. Qo'shib beriladigan agregatlari kellik. Zo'r sostenadagi orqasidagi pulugi, chizili bor, yana ishlab turgan kir paltarasi bor deyaptilar. Hammasi boyovoy, hammasi ishga tayyor. Kampligiga 60 million narx qo'yilgan. Xohlasa adelni ham kelishamiz, sotamiz deyilgan. Tortinmay telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotni Samarqanddan oling. Ana endi eksklyuzivni traktorchamiz bo'ladi. Tez orada zo'rini so'ragan akalarimiz uchun inja Buxoro deb yana o'sha buxorolik akalarimiz, Buxoro bugun chempion. Buxoro viloyati Shofirkondan mana shu yerda ko'rib o'tirgan tesorigimiz bo'ladi. Tesorigida ham o'sha oldi vidushchiligi, polni majoyi dahshat sostenadagisi. TTZ kabinalar qo'yilgan, polni ko'rsangiz buni tesorigam deb o'ylamaysiz. Hamma joyga javob, hamma joyga garantiya. O'zim uchun qilganman, faqat pul zarur bo'lgani uchun sotaman deylar. Balonchalari yangi, motorda 1 gram xarajat yo'q. Zadmos korobkalar hamma joyi udar, hamma joyi yangi desak ham bo'laveradi. Stator akkumulyatorlar yangi, traktorimizga qarochi 100% javob, TTZ kabina hammasi zavodskiy o'sha boyovoy ideal holatdagisidan hamma narsasini olib bosganman deylar. Dokumentlari joyida, umuman biror joyda xarajat yo'q. Oldi vidushchisiga kelsak, vidushchisi o'zi bor, ozroq lekin ishi bor. Qisa oldi vidushchisi ham ishlaydi, 4 ta balonni tortadi deganlar. Narxiga kelsak 45 million narx qo'yilgan bu aytiladigan narxi real olaman deyotgani kesim kelsin, kami bor, kelishamiz, gaplashamiz deyaptilar. Tortinmay telefon qiling. Ana endi Xorazmda Xiva bor deb pul topar texnikalarimiz bilan boshlaymiz. Xorazm viloyati Bog'ot bormisizlar? Xorazmlik akalar bugun aktiv sizlar uchun gazelchamizni yangisi bor, yangi vebska. O'sha luksidan so'ragan akalarimiz uchun gazelchani. Agonak bunaqa gazelcha, bunaqa narxda bo'lmasa ham kerak. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan 2015-yilda ishlab chiqarilgan gazel. Sostenasi zo'r, hamma joyi o'ziniki, hamma joyi radnoy holatida. Biror joyda kamchilik yo'q. Motor korobka hamma joyi zo'r, ramalari butun, balonlari yangi. Yoqilg'isi metanda 5 ta 50 talik balon qo'yilgan, bir to'ldirsangiz 400 kilometr yurib beradilar. Hamma joyga 100% javob, 100% garantiyasi bilan beramiz. Egalari telefon qilsangiz to'liq ma'lumotlarni telefonda olishingiz mumkin. Narxi 135 million narx qo'yilgan bu aytiladigan. Narxi real olaman deykan. Kesin Xorazmga kami bor, kelishamiz deyilgan. Tortinmay telefon qiling. Ana endi haqiqatdan ham bomba Nastrina bomba deb MTZ uchkali so'li katta kabinani eng arzon narxdagisi bo'ladi. Samarqand viloyati katta qo'rg'on sizlar bugun двойной, тройной chempion. Samarqand olg'a qani ketik sizlar uchun o'sha aytib o'tganimizdek traktorchamiz. Motor korobka zver, ko'rib o'tiribsiz, hamma joyini taxlaganmiz, biror joyda kamchilik yo'q. Vomlari ishlaydi, motorda 1 gram mo'y rasxod yo'q. Motorchasi ham qara motor, polni boyovoy, polni ideal holatda. Balonchalar yangi, ishlari polni elektronika ishlar qilingan, polni tuning qilingan, ichida magentol kolonka, qarochi ko'k juguli deb sini traktorida aytib ketsangiz bo'laveradi. 1992-yil ishlab chiqarilgan, dokumentda ham umuman muammo yo'q. Faqat olib minsangiz bo'ldi deyaptilar. Narxchasi 70 million ba aytiladigan. Narxi real olaman deykan Samarqand viloyati katta qo'rg'onga kelsin, ko'rsin, kami bor, kelishamiz, gaplashamiz deyaptilar. Tortinmay telefon qiling. Ana endi Xorazmda Xiva bor deb yana xorazmlik akalarimiz uchun 4 kali so'lik Belarus MTZ ni polni radnoyi
Bu ham agregatlari bilan bo'ladi. Xorazm Xonqal like'larni tirsilatasizlar. Sizlar aktiv bugun, sizlar chempion Xorazm. Sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan o'sha aytib o'tganimizdek Belarusda zo'ri, Belarusda radnoyi. Hamma narsasi o'zini detalida, hamma narsasi o'ziniki, даже kraskalarigacha radnoy, og'ir ish qilmagan, turgan traktor deyaptilar. Biror joyda kamchiligi yo'q, hamma narsasi ishlaydi, hamma joyga 100% garantiyasi bilan beramiz. Statra akkumulyatorda zavodit qilib olib ketishingiz mumkin. Polni dokumentalni deyaptilar. Qo'shib beriladigan narsalarga keldik. Pulugi bor ekan, o'sha dillamasi bor ekan, samodelni yasalgan, planirovka qiladigan, yana ideal holatdagi tilichkasi bu, tilichkasi ham radnoy balonchalarigacha yangi deyaptilar. Hammasi ishga tayyor, faqat soqqani topish kerak. Tamom. Shunaqa zo'ridan qidirib yurgan bo'lsangiz, akamizning nomerlari pastda, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni, narxlarni ham olishingiz mumkin. Telefon qiling, mo'sh adilni, mo'sh kampilik ham kelishtirib beradilar. Qolgan ma'lumotni, o'zingizni qiziqtirgan любой ma'lumotni Xorazm Xonqada yana olasiz. Endi bu yo'g'i Belaruslarni vobshe eng arzon narxdagisi narx sindirish bo'lsa, sindirish degan akalarimiz uchun Andijon viloyati Xo'jaoboddan Andijon bugun chempion. Gaplashamiz ancha-anchasiga deb bu narxlarni eshitib, Andijon polkasiga o'ynab yuboradigan Belaruslarimizni narxlari, ma'lumotlarini aytamiz endi. Qani ketdik Andijon like'larni bosgan bo'lsangiz, sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan katta kabina turkali so'lik Belarusimiz. Motor korobka biror joyda ayb yo'q. Hamma narsasi ishlab turibdi, hamma joyi zo'r deganlar. Xuddi ko'rib turganingizdek holati. Daji rollarigacha gidravlika, balon holatlari ham zo'r, vomlari ham daji ishlaydi deganlar. Faqat olib ketib minsangiz, bo'lli polni, stator akkumulyator, hamma narsasi bor. Shoximex yana bonusiga bitta chizilan bor. Chizilini ham qo'shib beramiz deganlar emas. Kampilik 45 million narx qo'yilgan, bu apcha arzon narxda. Real olaman deyotganlar kelsin, ko'rsin, kami bor. Kelishamiz deganlar tortinmay telefon qiling. Italian motor, starter ham o'ziniki. Motorlari zo'r. Zavodskiy traktor. Ikkita nuftasi ham ishlaydi. Oldin balon ham zo'r, mana 15,5 balon, diskalar 13,5 diska. Zavodskiy traktor. Mana nasoslar ham o'zini zavodskiy. Mana eshitib o'tiribsiz, Qashqadaryo viloyati Mirishkorlik bratlar, sizlar uchun tetizi yuzimizda polni radnoyi, polni eng arzon narxdagisi desak ham bo'laveradi. Bunaqa tetizi, bunaqa narxda bo'lmasa kerak. Balonchalarni ko'rib o'tiribsiz, 15,5 pashti yangi motor korobka, biror joyda ishi yo'q. Korobkalari ham o'sha qo'sh muftalik, 2 muftalik. Ko'pchilik obunachilarimiz shu qo'sh muftaligidan qidirib yurgan edi. Mana sizlarga qo'sh muftalik o'sha radnoy desak ham bo'laveradi. Hamma joy 100% javob, 100% garantiya. Telefon qilsangiz, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni telefonda olasiz, yana videochalari bor ko'rasiz, yo'qsa telefon qilasiz. Narxchasi atiga 30 million narx qo'yilgan, bu aytiladigan narxi real olaman deyotganlari kelsin, ko'rsin, kami bor, kelishamiz, gaplashamiz deyaptilar. Tortinmay telefon qiling, qolgan ma'lumotlar. Ana endi tesoriklarni zo'ridan arzonidan so'ragan akalarimiz uchun o'sha Vezdexo traktorchalarimiz bor. Eng arzon narxda Qashqadaryo viloyati Mirishkor. Qani ketdik sizlar uchun. 4 ta balonni tortadigan Vezdexo traktorchalarimiz vayennisi sizlar uchun. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan traktorcha. Motor korobka biror joyda ishi yo'q. Hamma joyi ishlaydi, hamma joyga javob. Stator akkumulyator, dokument, hamma narsasi bor, faqat olib minish kerak. Tamom, biror joyda 1 gram xarajat yo'q, 100%. Javob aytganimizdek o'sha 4 ta balonni tortadi, vidushlar ishlaydi. Ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan edi, vidushini eng arzonidan so'ragan akalarimiz uchun mana sizlarga o'sha vidushi turkali so'lik tesorik traktorimiz. Narxchasi atiga 25 million bu aytiladigan narxi. Pul zarur, srochni sotish kerak deyaptilar. Puli naqd bo'lsa, konkretni narxini kelishtirib beramiz deganlar. Tortinmay telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotni Qashqadaryo Mirishkordan oling.